Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli hamyurtlar. Mana bugun o'sha Muhammad Ali Laboda somsa sotib yurgan Labodagi Muhammad Alining ishxonasiga keldim. Bu yerda ish qizg'in ekan. Hozir mana shu ishlash jarayonlarini ko'rsataman. Hozir batafsil bir boshdan suhbatlashamiz. Mana boshliq Shuhratjon boshchiligida nechta ishchilaringiz bor, Shuhratjon? 10 ta ishchimiz bor. 10 ta ishchi bor. Necha yildan beri mana shu somsapazlik bilan shug'ullanasiz? 15-16 yildan ishlayapman. Yaxshi, anchagina tajribaga egansiz. Mana shogirdlar ham bor ekan bu yerda, mana xamir yasash jarayonida. Bular ham hunar ham o'rganishyapti ekanda. Maktabda o'qiyapti. Taniqulda o'zlariga chin-chin ishlashmadi. Ha, yaxshi. Qani, nechinchi sinfda o'qiysiz? Men 9-sinfda o'qiyman. 9-sinfda. Mana xamirni yasab berishni hozir ancha o'zlashtirib olibdi mana. Siz-chi, siz Men nechin? 7-sinfda o'qiyman. 7-sinfda o'qiysiz. Ismingiz nima? Mo'minjon. Mo'minjon. Siz ismingiz nima? Yahyobek. Yahyobek. Mana shogirdlar, mana xamirni yasashyapti. Mana Shuhratjon boshchiligida mana sizni katta shogirdlaringizdan. Ismingiz nima sizni? Husanboy. Husanboy. Mana tugish jarayoni bu. Albatta. Hozir necha pullik somsani tugyapsiz? Hozir 20 ming so'mlik. 20 ming so'mlik. Mana shashlikni qilyapti. Mana bu yerda shashlikni qolipi bor ekanda o'zini. Albatta. Qarang, qolipdan chiqyapti shashlik ham. 20 ming so'mlik qo'y go'shti, yana parmuda bor. 20 ming so'mlik qo'y go'shti bor. O'rtacha somsalar 15 ming so'm. 15 mingdan o'rtachasi. Parmudalar bor, ikkitasi 15 ming so'm. Ikkitasi 15 ming parmuda. Endi go'sht masalasiga kelsak, mana toza o'sha novvos go'shti. Novvos so'yilgan o'sha Mindon markazidagi qassoblardan olishar ekan go'shtni. Hamda gohida o'zlaring ham so'yib tayyorlab olasizlarmi? Zamonaviy so'yib turamiz, davoslar chiqib qolsa. Ha, yaxshi. Endi qishloqda mol boquvchi ko'p, qassoblardan hech ham go'sht uzilmaydi. Go'sht kilosi hozir 135 ming bo'lyaptimi? 140 ming. 140 mingga bu chiqib, o'zi yozda bir ko'tarilib oladi, hozir 140 mingga chiqibdi mana. Endi go'shtni ham haqiqiy toza boqilgan novvos go'shti sotiladi qishloqlarda. Toza yaxshi qo'llar ketamiz. Endi bu yerda 10 ta odam ish jarayonida hozir hali Laboda sotuvchilar ham keladi bu yerga. 10 ta 7 tamiz somsa chiqaramiz, 4 ta shofirimiz bor. Kelib sotib kelishadi. Ha, yaxshi. Birinchi tikoda boshlagan ekansizlar, shundaymi? Tikoga arava Persepulab boshlaganmiz. Endi hozir Labo. Lavolar ko'paytirib Yaxshi. Mana shu Laboda sotishni boshlaganlaringga qancha bo'ldi? Ro'y qoldi. Bir oydan beri shug'ullanyapsizlar. Ro'y yaqinda o'shdida bir oy. Ungacha Mindon markazida. Mindon markazida o'chirilganmiz. Bu adresni to'liq aytib qo'yaylik. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Mindon qishlog'i. Markazida somsa yopib, o'sha joydan keyin mana shu joyda hozir dastlabki xizmati deydimi buni? Shu dastlabki bo'yicha ko'chalarda Laboda sotib yuribdi. Misol Muhammad Ali mana Instagramda chiqdi. Hozir mana 2 kun ichida 1 milliondan ortiq prosmotr bo'ldi. Endi hozir tashqariga borib o'sha somsalarni yopish jarayonini, pishirayotgan jarayonda olaylik. Mana ularimiz ikkitasi 15 mingdan. Ikkitasi 15 ming, ha. 4 donasi 30 ming. 4tasi 30 ming parmuda deydi. Yaxshi, yaxshi. Qo'y go'shtida ham bo'lib turadi bu yerda. Xolodilnikda saqlashadi, mana yaxshi. Parmudani yopish jarayoni ekan, 4 tani barobarga yopilaverar ekanda. Siz necha yildan beri somsapazlik qilyapsiz? 6 yil bo'ldi, tog'a. 6 yil. 6 yildan oldin nima ish qilgansiz? Qassob edim, tog'a. Qassobchilik. Yaxshi. Ustozlarimizga rahmat. Aha. Hammalari yaxshi insonlar. Ustozlaringiz hozir somsapazlik qiladimi ustozingiz? Ha, siz somsapazlik qiladi, qassobchilik qiladi. Kim gapirib o'tding o'sha ustozlaringiz ismini ham? Shuhratjon, Nizomiddin. Nizomiddin Muslimbek. Bular Ustoz akam bor. somsapazmi ular? Ha, Shavkatjon, Sharifjon, ustalarim ko'p. Ha. Ular somsapazlar. Ha. Qassobdan ustangiz kim? Ustangiz. Shogird. Nizomiddin, Muslimjon, Samandar. Qassobchilikda ham ancha ishlab qo'ydingizmi? Ha,
Necha yoshdasiz hozir? Hozir 26 ga kirdim. 26. Ha, 2000-yil mana 26 ga kiribsiz. Olib chiqinglar somsani. Parmudani yopish jarayoni. Narigi tandirda mana pishib qolay dedi. Ha, mana keling tog'a. Ha. Ana qizarib qopti. Hozir Ha, hozir kelsam Muhammad Ali buni laboga yuklaydi, ha? Bo'lsa, Bo'ldi. 5 larga to'g'ri tayyor bo'ladi. Ana yangi olib chiqdi. Yo'poring, ana uni qarang. San'atku, san'at darajasiga olib chiqibdi. Somsa yopishdi ham. Ustozlarimizga rahmat. Sizni somsapazlik bo'yicha birinchi ustozingiz kim? Shuhratjon. Shuhratjon. Mana shu joyda Shuhratjon, Sharifjon. yuritayotgan Shuhratjon hamda Sharifjon sizni somsapazlik bo'yicha ustozlaringiz. Qassobchilikdan birinchi ustozingiz kim? Nizomiddin qassob. Nizomiddin qassob. Hozir ham qassobchilik qiladimi? Ha, Muslimbek. Shularga rahmat aytib qo'yishingiz ham mumkin. Alloh rozi bo'lsa hammalardan. Ha, yaxshi, yaxshi. Mana hunarni egallab olgan ekansiz. Mana hozir somsani hattoki osmonga irg'itib turib qo'lingizga ushlaganingizga qoyil qoldim. Mana tog'a. Ha, qarang. San'at darajasida bo'lyapti bu somsapazlik. Terib qo'yapsiz marjondek qilib. Ha, rahmat tog'a. Men ustozlarimdan ko'p duo olaman-da shuning uchun. Kechasi soat 12 da ish boshlaysizlar ekan. Ha, o'shanaqa tog'a. Hozir mana soat 3 dan o'tyapti. Ozon chaqirdi hozir namozga. Mana Mindon markazida. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Mindon qishlog'i. Bu tog'orani to'ntarib qo'yishdan maqsad nima? Tezda qizarib ketmasligi? Balandda olov. Ha, olov baland, po'sti eti deydimi, nima deydi? Po'sti. Kirolmay qolaman ichkariga. Ha, ichkariga kirolmay qolasiz. Shuning uchun tog'orani to'ntarib qo'yib, tog'oraga suv sepganingizda par berar ekanda, ha? Ha, farqi Ana. Ana. Ana uni qarang. Bu ham san'at. O'shanaqa. Yo'bek shogirdlardan ekan, 8-sinfda o'qir ekan, mana hozirdan hunar o'rganyapti. Somsapazlik sir asrorlarini o'rganib, hozir tandirga o'tqalab, tandir qizitishdan boshlayapti. Mana somsa chiqdi. Nechta sig'adi, bilasizlarmi tandirga? Shtuga har xil. Ha, har xil. Yopilishiga qarab. Katta kichikligiga qarab. Ha. Bitta tandirda har xil somsa bor-da. Ha. Katta kichikligiga qarab. Bu tandirni ko'chma tandir qilib Rishtonda yasashadimi? Rishton, Bag'dod. Rishton, ha, Buvayda, Rishton, Farg'ona viloyati Rishton tumani, Bag'dod tumanida qachondan beri bu ko'chma tandirlar chiqishni boshladi? 1-2 yil bo'ldimi? Ko'chma tandirga. Ha. Shunaqa bo'lsa kerak endi. 1-2 yil bo'ldi meni bilishimcha. Zamonaviylashib ketyapti. Ha, zamon hozir hali tomchi somsa degan ham rivojlanib ketdi-yu. O'sha tomchi somsa yopishiya turganda ko'rganman bunaqa ko'chma tandirlarni. Endi biz tomonlarga yetib keldi shekilli. Ha, tomchi somsa Namanganda rivojlangan ekan-a bu. Va Namangandan kelib yopishyapti-da tomchi somsani ham. Endi sizlar endi mana dastlabkani Deymiz biz namanganliklar. ha, yo Namanganliklar u butun vodiy bo'yicha o'sha tomchi somsani ular boshlab bergan ekanda. Ularni ham men gapga soldim, o'sha Xongiz markazida yopishyapti-da, Oltiariqda ham so'radim. Bu nima deydi? Mana bu somsani Haqiqatda ishlayapti. hozir mana sizlar hozir 4 xil somsa yopyapsizlar. Shashli, mana hozir qiyma shashli. Hattoki qatlamani ham olib boryapsizlar dastlabki qilib mahallalarga. Endigi paytda hozir Mindonda sopaki osh rivojlangan. Sopaki osh markazi ham bor Mindonda. Sizlar ham osh qilishni yo'lga qo'yamiz deyapsizlar. Qanaqa osh qilmoqchisizlar? Endi qaysi biriga talab yaxshi bo'lsa o'shani qilamizda. Endi agar ertalabga bo'lsa sopaki osh zo'r bo'lar edi. Chunki sopaki osh hozir kamdan kamda. Qishloqlarda, misol Mindonda bor, sopaki oshni bilaman. Hozir Xongizda ham yo'lga qo'yildi. Chimyon. Ha, Chimyonda. To'ylarda ham sopaki qilishadi bu yerda. Yaxshi. Ana 2 kishi ham yopaverar ekan tandirga.
Soat 12da kelsalaring, kunduz kuni uxlab olasizlar ekanda. Ha, bor, ertaman 5 ta ishimiz tugaydi. Yaxshi. 5-6 da. Ish jarayoni. Qaysi paytlarda somsaga talab kuchayadi? Qishdami, bahordami? Mavsum har xil. Har xil, eng mavsumi qish va bahor. Kuz. Yozda ham endi olishadi, lekin eng gullagan mavsumi kuz, qish, bahor. Men shunday deb o'ylayman-da. Ha, yozda ishcha. Kamroq yozda, kamroq boshqa narsalarga talab oshib ketadi yozda. Ana alyumin tog'orani to'ntarib, suvni sepsiz parlab, suvni parida ham ancha nima bo'lar ekan dedi, somsa. Shu dimda, parda. Dimda. Sizda pishib tayyor bo'lyapti. Ali Muhammad Allah keladi, laboga yuklaydi-da, sotgani ketaveradi. Soat 5 da kelar ekan. Bizni qishloqqa ham kunora boryapti, Xongiz qishlog'iga. Farg'ona Ochib ko'rsangiz bo'laveradi. nima deysiz? Qopqog'ini ochib ko'raverasiz. Ha, qopqog'ini ochib ko'raveraymi? Ha. Bo'ldi. Ana. O hovuri chiqib ketyapti, eshitma qilmaydimi? Ha, mana. Qizar, bu ham parmudami? Aralash. Aha. Ana, yopib qo'yaylik, dimlarni pishaversin. Mana zamona. Ha, zakaz bo'yicha ham ish. Dastlabki xizmati ham bormi? To'y va marosimlar uchun? Marosimlar uchun borib yopib beraveramiz. Ha, to'ylar uchun. Xohlagan uslubda. Aha. Endi bunga nomerni ham aytib qo'ying. 97lik. 504 96 99. Shu nomerga telefon qilsalaring, hattoki borib xizmat ko'rsatishaverar ekan. To'y va marosimlar uchun xizmat ko'rsatishadi hamda dastlabki ham qilib berishaverar ekan somsani. Telefon qilaverasizlar.